Bolaligimda qishlog'imizda Hamza degan chol yashardi. Uning katta bog'i va kitob to'la uyi bor edi. Ba'zida uning bog'idagi daraxtlarni sug'orib berganimning evaziga shu kitoblardan birini sovg'a qilardi. Men u bilan suhbatlashishni yaxshi ko'rardim, chunki u menga hayotni tushunishga yordam beradigan qiziqarli maslahatlar berardi. Hamza dono o'gitlarni shu qadar sodda so'zlar bilan tushuntirardiki, yosh bola bo'lishimga qaramay darhol anglab olardim. Lekin ulg'ayibgina shu darslar qanchalik muhim ekanligini tushunib yetdim. Hech qachon birovning qo'liga qarab qolma o'g'lim. Bandasi doim minnat qiladi. Allohdan so'ra. Faqatgina o'zi beminnat yordam ko'rsatadi. Buyumlardan foydalan, insonlardan emas. İnsonlarni sev, buyumlarni emas. Boshingni juda tepaga ko'tarib yuborma. Oyog'ing ostidagi narsalarni payqamay qolasan. Boshingni juda egib ham yuborma. Boshingga chiqib olishganini sezmay qolasan. Aqlli odam qaysi payt ahmoqdek ko'rinish kerakligini biladi. Och qorin bilan bozorga tushma. Bo'ydoqlik ko'zi bilan o'zingga xotin izlama. Zokirning Tohir haqida aytgan gaplari bizga Tohirdan ko'ra Zokir haqida ko'proq ma'lumot beradi. O'zingni himoya qilishni o'rganib ol. Dunyoda yomon odamlar ko'p. Kuchli bo'l, lekin qo'pol bo'lma. Kamtar bo'l, lekin qat'iyatsiz bo'lma. G'ururli bo'l, lekin takabbur bo'lma. Xotinlardek yasanib, o'zingni ko'z qilma, baland gapirma va baland kulma. Odamlar ichida sendan so'ralmaguncha gapirma, maslahat ham berma. Fikring qiziq bo'lganida sendan so'rashgan bo'lar edi. Vaqt kabi bo'l, pulga sotilma. Ketsang qaytib kelma. Hech qachon hech kimni majburlama. Hech kimga yalinma va ta'qib qilma. Seni sevgan insonning ketish uchun 1000 ta sababi bo'lsa ham, qolish uchun bitta sabab topa oladi. O'tmishda qilgan xatolaring uchun o'zingni ko'p qoyima. Hozir sen boshqa insonsan. Hech kimga keragidan ortiq ishonch bildirma. Qorong'uda qolsang, hatto soyang ham seni tark etadi. E'tiborga emas, hurmatga sazovor bo'lishga intil. Haqiqiy erkak ko'p ishlarni bajaradi, lekin bu haqida gapirmaydi. Savob qiladi, lekin maqtanmaydi. Chunki u amallar so'zlardan ko'ra muhimroq ekanligini biladi. Pul ko'paygani sari erkak kiyinar, ayol yechinar ekan. Har qanday holatda ham harom luqmadan yiroq bo'lgin. Harom topilgan mol faqatgina kasallikka, bebaraka yerlarga va insonni yomon kunlarga sarf bo'ladi. Noto'g'ri fikr uni ko'pchilik ma'qullagani uchun to'g'ri bo'lib qolmaydi.
Men qilgan eng to'g'ri ish bu hayotim haqida boshqalarga gapirishni to'xtatganimdir. Hech bir harakat qilmay muvaffaqiyatga erishish istagi urug' sepilmagan tuproqdan hosil olish umidiga o'xshaydi. O'z baxting uchun o'zing javobgarsan. Boshqalar seni baxtli qilishga majbur emas. Odamlar seni gapirgan gaplaringni ham, qilgan ishlaringni ham unutishadi. Ammo ular sen tufayli his qilgan tuyg'ularni hech qachon unutishmaydi. Nimanidir orzu qila olsang, demak buni amalga oshira olishga ham kuching yetadi. Ba'zida eng yaxshisiga erishish uchun eng yomonidan o'tishga to'g'ri keladi. Senga zarba bergan har qanday kishi ham dushmaning emas va senga yordam bergan har qanday kishi ham do'sting emas. Tez yurishni istasang, yolg'iz yur. Uzoqqa yurishni istasang, sherik bilan yur. Haqiqat har doim ham chiroyli emas va chiroyli so'zlarning barchasi ham haqiqat emas. Ba'zi narsalar borki, ularni bilish foyda keltirmaydi, bilmaslik esa zarar keltirmaydi. Nodonlar davrasida kar bo'l, donolar davrasida soqov bo'l. Notanish o'yinni o'ynaganingda hech qachon birinchi yurish qilma. Bo'ronda berilgan va'dalar quyoshli kunda unutiladi. Taoming darmon kabi bo'lsin. Aks holda kun kelib dorilar taoming o'rnini egallaydi. Seni kibrli qiluvchi yutuqdan ko'ra, seni kamtar qiluvchi xatolar foydaliroqdir. Odamlar sendan o'z maqsadlari yo'lida foydalana olmaganlarida juda tez g'azablanishni boshlashadi. Yo'q deyishni o'rgan. Ko'pchilikni yo'qotasan, lekin hurmatga sazovor bo'lasan. Sen bu dunyoga hammaga birdek yoqish uchun kelmagansan. Hurmatni, yaxshi muomalani va mulozamatni faqat shunga loyiq bo'lgan insonlarga ko'rsat. Ko'pchilikning fikri har doim noto'g'ri, chunki ko'pchilik ahmoq. Bilim bu nima so'zlashni bilishdir. Donolik bu qachon so'zlashni bilishdir. Har bir munosabatlarda, xoh ayol bilan, xoh erkak bilan, katta, kichik, boy yoki kambag'al bilan doimo chegara qayerda ekanligini belgilab qo'y va bu chegaradan o'tish ular uchun qimmatga tushishini bildirib qo'y. Pul berishning o'zi yetarli bo'lgan insonlarga mehringni berma. Seni izlamaydiganlarni izlashni to'xtat. Shundagina seni izlayotganlar seni topadi.
Rahmdil va muloyim bo'l. Kim odamlarga rahm qilmasa, Alloh ham unga rahm qilmaydi. Agar sen xonadagi eng aqlli inson bo'lsang, demak hozir bo'lishing kerak bo'lgan xonada emassan. Erkak kurashuvchan bo'lishi kerak. Chunki ayol qiyinchilik davrida taslim bo'lib ketadiganlarni emas, balki jasur va qat'iyatlilarni tanlaydi. Seni orqaga tortuvchi, dangasa va ishyoqmas odamlardan voz kech. Aks holda bir kun sen ham ularning qatorida bo'lasan. Tarixni o'rgan o'g'lim va shu kungacha yashagan 90% insonlarning xatosini takrorlamaysan. Yaxshi fikr bo'lsa yozib qo'y. Yaxshi fikr bo'lmasa kitob o'qi. Samarali o'tgan kun xotirjam uyqu olib kelganidek, samarali o'tgan umr xotirjam o'lim olib keladi. Agar chin dildan harakat qilib ham yutqazgan bo'lsang, seni tabriklayman o'g'lim. Chunki ko'pchilik harakat ham qilmaydi. Dushmaningdan nafratlanma. His-tuyg'ular g'alaba qozonishga xalal beradi. Xudodan yengil hayotni emas, seni kuchliroq qilishini so'ra. Tizzang cho'ksa, turgazib qo'yishadi. Ruhan cho'ksang, toptab ketishadi. Ba'zan balandroq sakrash uchun orqaga bir qadam bosish kerak. Hech qanday o'zgarishlarga uchramagan joyga qaytib borib, o'zing qanchalik o'zgarganingni kuzatishdek foydali narsa yo'q. Hali pishmagan olma daraxtini silkitma. Sabrli bo'l o'g'lim. Meva pishganida o'zi qo'lingga tushadi. Ikki narsani ehtiyot bo'lib och. Og'zingni va karmoningni. Hech qachon begonalar oldida yaqinlaring bilan bahslashma. Ishlatilmagan po'lat zanglaydi. Oqmagan suv kirlanadi. Harakatsizlik insonni barbod qiladi. Devor ortidagi 100 ta dushmandan ko'ra devor ichidagi bitta dushman xavfliroq. Menga do'stlaringni ko'rsat va men senga kelajagingni ko'rsataman. Eshak gapirishni o'rgandi degani uni eshitish kerak degani emas. Nodonning hayoti quvonchsiz va qo'rquvga to'la, chunki u hamma ishni ertaga qoldiradi. Baxtli kunlar kelmaydi. Sen ularga borishing kerak. Seni hech kim kuzatmayotgandek yasha va seni hamma tinglayotgandek so'zla. Boriga shukr qil, lekin ko'prog'iga intil. Seni unutgan odamlarni sen ham unut.
O'zing uchun xotin izlama, balki bo'lajak farzandlaring uchun ona izla. Shunda tanlovda adashmaysan o'g'lim. Ko'p valdiraydigan erkak tomoshabinsiz masxarabozga o'xshaydi. Atrofdagilar senga qanday munosabatda bo'lishini bilib yoki bilmagan holda o'zing belgilab berasan. 14 yoshimda qishlog'imizda hech kim mina olmagan yovvoyi otga bir urinishda mingan edim. O'shanda otam meni yelkasiga ko'tarib, o'g'lim hech narsadan qo'rqmaydi deb maqtagan. Aslida esa qo'rqqanimdan qo'l oyoqlarim titrar edi. Tushunyapsanmi o'g'lim? Jasurlik hech narsadan qo'rqmaslik emas, balki qo'rquvingga tik boqib, uni yenga bilishdir. Hech qanday ish qiyinchilik tug'dirmaydi, agar uni mayda bo'laklarga bo'lib tashlasang. Dushmaningga qarz ber va uning do'stiga aylanasan. Do'stingga qarz ber va sen uni yo'qotasan. Bahona topishga usta bo'lgan inson kamdan kam hollarda boshqa narsada ham usta bo'ladi. Ayolining birinchi muhabbati bo'lgan erkakning omadi kelibdi. Erining oxirgi muhabbati bo'lgan ayolning omadi kelibdi. Tashqi ko'rinish katta ahamiyatga ega. Odamlar seni kiyimingga qarab kutib olishadi va muomalangga qarab kuzatishadi. Bir shamchadek yorug'ligi bo'lmagan insonlarni quyoshning o'rniga qo'yma. Yuta olishga ko'zing yetmagan bo'lakni tishlama. Faqat ahmoq umri davomida o'z fikrini o'zgartirmaydi. Xafa bo'lish vaqtni behuda sarflashdir. Xursand bo'lish uchun sabab top. Dushmaningga ham, do'stingga ham kasalligingni bildirma. Biri kulib, biri ezilmasin. Agar tosh oltin piyolani sindirsa, toshning narxi oshmaydi. Oltinning narxi kamaymaydi. Erkak kishining o'ziga bo'lgan hurmatini poyabzalining holatidan bilish mumkin. Ta'lim olishdan to'xtama, chunki hayot ta'lim berishdan to'xtamaydi. Yetmish yilni bir xil yashab qo'yib, buni hayot deb atama. Hayotini o'zgartirishni istamaganlarga yordam berishning iloji yo'q. Oldin nima bo'lganidan qat'iy nazar, hammasini yangitdan boshlash uchun hech qachon kech emas. Daraxtni ekish uchun eng qulay vaqt 20 yil oldin edi. Keyingi eng qulay vaqt esa bugun. Hayot har doim ham quvonchli va oson emas. Ba'zida u shafqatsiz va juda qiyin. Biroq u shunisi bilan qiziqarli. Men kuchliman, chunki avval zaif edim. Men jasurman, chunki avval qo'rqoq edim. Men g'olibman, chunki avval mag'lub edim.
men donoman, chunki avval ahmoq edim. Oxir oqibat hammasi yaxshi bo'ladi albatta. Agar yaxshi bo'lmasa, demak bu hali oxiri emas.